Rasman Abbosbek Fayzullayev unashtirildimi? Hammaga assalomu alaykum. Sizda Show yangiliklar kanali. Kanalga obuna bo'lish, like bosish esingizdan chiqmasin. Rasman Abbosbek Fayzullayev unashtirildi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Baska Sehr klubi futbolchisi Abbosbek Fayzullayev hayotidagi muhim voqealardan biri sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, 24-may kuni futbolchining unashtiruv marosimi bo'lib o'tgan. Xabarlarda aytilishicha, Abbosbekning bo'lajak turmush o'rtog'i Namangan viloyati Chust tumanida nikoh to'yi esa 5-iyun kuni rejalashtirilgan. 2003-yil 3-oktyabr Sirdaryo viloyatida tug'ilgan Abbosbek Fayzullayev faoliyati davomida Paxtakor, Moskvaning SSK klubi va O'zbekiston milliy terma jamoasida yorqin o'yinlar bilan muxlislar e'tiborini qozongan. Bugungi kunda u O'zbekiston futbolining eng iste'dodli yosh futbolchilaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Terma jamoa safida muhim gollar va assistlar muallifi bo'lib kelmoqda. Abbosbek Fayzullayev kelgusida oilaviy hayotida baxt, futbolchilik faoliyatida esa ulkan zafarlar tilaymiz. Bizga obuna bo'lish, like bosish esingizdan chiqmasin. Show yangiliklar kanali.